Nasreddin Efendi. Doğuluştun bu mucezim bek müğellidim. İşigimge minip men açtım tağdavan. Mağribdin meşriqice kezdim men cahan. Arnişim el içre adalesiz işlağay. Yoksun üçün en ilişka hoştar men haman. İşigim geminip men kaçtım tağdavan. Mağribdin meşriqice kezdim men cahan. Rın da cevap fenti ya Nasreddin Efendi. Şınlay coşık jöpiçi jöya jöpiçi. 西乡小茉莉，我左呀左四方，从南跑到北，从东跑到西，从东跑到西。爱国人间不平时，爱国人间不平时，要为穷人出苦气，要为穷人出苦气。 西乡小茉莉，我左呀左四方，从南跑到北，从东跑到西，从东跑到西。 Ay, yalqın dağının aptığı adamını köydürüp öldüremdi o nime? Daraxtning soyisiga berib, ozroq soyidab aram elib. Her qancha issiq bo'lsa-mu, jan tikib ishlamasak bo'lmaydi-da. Bo'lmasa boyning yuqori o'simlik qarzini qachon qaytarib ola olamiz? Ah, söyümlük tıllarım. Ay. 94. Oh, söyümlük tıllarım. 95. Söyümlük tıllarım. 96. Oh, 190. Kim? Söyümlük tıllarım. 90. 90. 196. 169. 196. Ya, doğru emas 169. 196. 169. Kim? Kıpırdama. Hey. Xudoga rahmat. Pul topalaydigan bo'ldim. Pul. Oh, pul yana kiradigan bo'ldi.
Bu yerden derhal yok olunla. Hı? Kimseni bu yerde olturunla dedi. Bay begim, biz bozorga berish yo'lida bu yerda birdan salqindayli deb o'ltirgan edik. Salqındap. Bo'lmaydi. Derhal yok olunla. Ko'pchilik o'ltiradigan yo'ldimi salqindig'il qo'ymagan bormi? Şu emas bu, qandaq gap bu? Yo'l ko'pchilikning bo'g'ini bilan, daraxt meningki. Hech kim sohidayman deb ham xiyol qilmasin. Ondaq asan iş yok. Bundaq issiq havoda bizni yoshimisin demsan? Hı? Boy begim, bo'ldi qisila. Savobli ish qisila, ro'ylari jannatga yaqin bo'ladi emasmi? Ha? Bo'pti. Xudo yo'lida soyida o'yrala. Biroq Şertim ba. bir shartim bor. Pul to'lishinglar kerak. Pul to'lishinglar kerak. Bu qandaq gap? Gapni bu. Saydig'anga pul to'lagan bormi? Elmi saqtın tatib, qumdan boshqa hamma narsa pul bo'lib kelgan. Navada naq pul to'layolmasanglar, narsa keraklaringlarni qarzga tutib qolaman. Boya bu yerda saydiganlardan sen, Kerem, Mehmet, yana sen shundakmi bor? Mende pul yok. Pul bo'lmasa, hamma narsani tutib qolaman. Aka. Hey, aka. Nima qilma bu? Shu emasmi? Oyjon. Yana senmi bor? Rahm qısıla. Men bu sütni setib qarzimni qaytirib, bolamni davolatmoqchi. Yo'qol. Mana. Oy. Hey, ne kaçsın? Eğer pulunu tölemesen, ben senin öşkahını tutup kalıman. Hürmetli baybegim, siz kaçandan başlap Qo'shqar bilan ilishishni o'rganib oldingiz? Efendi, pul to'lang. Nimaga pul to'layman? Mening daraxt soyamda turdingiz. Yeni kelib xeyli uzoq turding. To'g'ri, daraxt soyasi tursam nima bo'pti? Daraxt meningki. Demak, daraxt soyasimi bizningki? Daraxt soyasi turgan ekansan. Cho'qim pul to'lishim kerak. Siz haqiqatanmi pul tepishning amalini bildikansiz? Sizning aqlingizga shaytonmi qo'l qo'ysa bo'g'idek. Qo'riq gapni oz qilib, darhol pul to'la. Yana eshigingmi bor? To'g'ri. Qo'sh kishilik haq to'laysan. Meningcha, baybegim, siz bundaq qilsangiz ko'p pul topolmaysiz. Agar soydig'ili odam kelmasa, bir tiyinmi topolmaysiz emasmi? Meningcha bo'lganda, daraxt soyasini setib etsangiz, nurg'un pulga erishalaysiz emasmi? Undaqda yaxshi bo'ladi, lekin oladigan odam bormidi? Bor. U kim? Men. Sizlar mening daraxt soyamni setib olamla?
baha dikiliş olaylı. O bizning darak sayimizni setib olmoq ekan. Bek yaxshi bo'ldi. Shunda qancha pul desak bo'lar? 9. Yo'q, 10 tanga. Qimmat emasga. Yo'q, 20 tanga. 20 tanga bo'lsa, 20 tanga bo'lsin. Efendim to'xtasizlar. Bu daraxt bizning ajdodimizdan qolgan alaydı sayılık daraxt. Shunga buni setishga to'g'ri kelsin. Eng oz deganda bir xalta pul sotaman. Bir xalta. Bir xalta bo'lsa, mayli. Beray. Hürmetlik efendi. Bu mu kem bob qağıdak? Onda bo'lsa, bu daraxt sayısını özleri ep qasla. Men mangay. Efendim, bir xalta bo'lsa, bir xalta bo'lsin. To'g'ri, mayli, bir xalta bo'lsin. Asla bo'ldi. To'g'ri. Onda bo'lsa, biz to'xtamlashib olayı. Men bu daraxt sayısını öz ixtiyorim bilan efendimga setib berdim. Bundan keyin daraxt sayısı efendimga ta'alluq. Tamga besilgandan keyin hergiz qaytirib olishga bo'lmaydi. Xudoyim sizlarni o'z panohida saqlasin. Əmsə, müşündaq pütüşdіңlar, Xudoyim sizlarni o'z panohida saqlasin. Bir xalta tullağa, bir parça sayını setib etdim. Nima degan yaxshi. Efendi, tasımı bir ahmaqkan. Oy! Lah, sen gadaylarni mening ishga oldimda o'ltirishga kim ruxsat qildi? Ha? Qani, marhamat. Efendi, nima qiliq bu, ha? Boyxo'jam, bular men saydash teklif qilgan mehmonlarim. Saydaşqa, lekin bu mening uyimning ishga oldi tursa. Biroq saya meningda. Kechiring. Aylanib o'ting. Aylanib. Aylanib? To'g'ri. Chunki siz mening daraxt sayamga dasib oldingiz. To'g'ri, siz efendimning daraxt sayasiga dasib oldingiz. Ha, to'g'ri shunda. Biroq men uyga qaytishim kerak-da. Siz uyga qaytsangiz bo'ladi. Biroq mening daraxt sayamga dassangiz hargiz bo'lmaydi. Uqdingizmi? O chaqda Bu Chiqib turishimiz kerak. Boyxo'jam, aylanib o'tgaylar. Ya vay canım. Bu yak ne? O yanıma yak ne?
Nima qilmoqchisan? Yaxshi. Hey, Bayg'o'jam. Sarang oldingizmi? Sen boshqaramaysan. Daraxt meni keskim-kes kesaverman. Kessingiz kesavering. Biroq soya mening. Soyning bir parchasi kamlab qoldimi? U chaqda Pul To'laysiz. qarang. Soya o'ylingizga kiryapti. Uningga Pul to'laysiz. qarang. Soyam panjiringizga tushyapti. Uningga cho'qim pul To'laysiz. Bu o'z uyimga kirish uchunmi? pul to'laysiz. Men soyni qaytarib olaman. Sotmayman. Biz allaqachon hujjatlashib bo'lgan. Menga qaytarib olishga bo'lmaydi. Undaqda men qaytarib setib bersangiz qandaq? Bundaq qilsa bo'la? Daraxt soyasini hergiz setishga bo'lmaydi. Qarang, bu nima degan baland soy bu, ha? Nima degan solqin soya bu? Yaxshi balankan. Efendim. Ama qarang, hurmatli efendim. Biz kontonuşlardan bo'lib qoldik. Yordam qilib menga setib bersangiz bo'pti-ki. Ha? Bo'lamdi. Ma'qul, kim meni mushundaq ko'ngli yumshoq bo'lib qolsin debdi. Bo'pti. Hozir bu daraxt soyasini sizga 2 xalta tilloq setib beray, qandaq? Nima? Men sizga buni bir xalta tilloqqa sotgan tursam. U degan shu vaqtidagi baho. Qarang, hozir soya uzadi. Shunga bahosimi o'sdi. Bu meni vayron bo'lsin deganing emasmi? Asta. Bo'pti, bir xalta bo'lsin. Biroq sen ko'pchilikdan tutib qolgan saydash haqqini bir tiyinimi qo'ymay qaytirishing kerak. Yo'q. Bo'pti. Shundaq bo'lsin. Degningdek bo'lsin. Bolcuma. Çıkınla.
Kelinglar, bularni haydab chiqarib etinglar. Apla baybegim, ular degan men taklif qilgan mehmonlar. Ular daraxt soyisi tursa, nemishqa qo'lib kerakmiz. To'g'ri jo'ylama, lekin men bu soyni setib olgan tursam. Biroq sizning setib olganlari kunduzlik soya. Bu oydinlik soyini setib olgan emas. Efendi, bu ölgür eşeklerini çıkarıp iten ben aydındaki sahilimi setip alay. Bulamdı, ha? Biroq men satmayman. Hürmetli efendim, Kadinas dostum, bana bir setpeken bolsunuz, ha? Əmsə, mında qilayli. Siz puhralarning yuqori o'simlik qarzini bekor qilib etsingiz. Mayli kunduzlik yoki kechlik soyi bo'lsin, hammasini sizga setib beray. Qandaq? Bo'lamdi? Bu mening canımda ağırlık emas bu. Bo'lmaydi, bak qimmatgan. Qimmat davotamsizlar. Undaq bo'lsa, satmayman. Puhralarning zimmisidiki o'simlik qarzini bekor qilib etsang, ondan keyin setib berman. Ondan setib berman. Ondan setib berman. Ondan setib berman. Azanroq qilishga bo'lmasmi? Qarzni bekor qilib etsang, ondan setib berman. Ondan setib berman. Ondan setib berman. Ondan setib berman.